Allah'ın El-Celil degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Ustaz Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve teala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsiri dersliklerinden Allah'ın El-Celil degan isim sıfatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inşallah. Ba'du billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Celil degan isim sıfatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da 13 yerde tilga ilingan. Tebareke esmu rabbike zil celali vel ikram. Sure Rahman 78. ayetinde tercümesi azametlik ve keremlik Rabbinin namı mübarektir. El-Celil hayvet süpetleri bilen süpetlengen zat demektir. Hakiki hayvet, ulug' süpetler bilen süpetlengen zat Allah subhanahu ve teala'dır. El-Celil bilen El-Kabir'nin farkı, El-Kabir bolsa zatının kamalını bildirdi. El-Celil bolsa süptinin kamalını bildirdi. El-Azim bolsa hem zatının hem süptinin kamalını bildirdi. O'ttirsidagi farqni ayırib bilish kerak. Gerçi ma'nisi bir-birisiga o'xshagan bilan mazmunida qisman farqlandi. El-Celil hayvat süpti bilan sifatlangan zot ham jamal, go'zallik süpti bilan sifatlangandir. Bütün alemdeki mavjudotning go'zalligi, har bir mavjudotdagi o'z o'rnini topganligi bu mavjudotni yaratquchi zot jamal sifatiga ega ekanligiga dalolat qilindi. Jamal sifatiga ega bo'lgan zot o'z-o'zidan ma'lumki ham hayvat sifatiga egadir albatta. El-Celil mutlaq Allah subhanahu ve teala'dır. Bendiler ichidagi najobiy ma'nida bo'lsa ham El-Celil hayvatlik bo'lgan ulug' sifatlarga ega bo'lgan kishilar bo'lsa, ichki botil sifatlarini tarbiya qilib o'zgartib, kamoliga yetkazgan kishilardir. Chunki ular tashqi ko'rinishlarni o'zgartirish ixtiyorida emas edi. Allah subhanahu va taolo insonlarning jasadlarini qanday suratda yaratgan bo'lsa, buni o'zgartirish ularning imkoniyatida yo'q. Ularning imkoniyatlari Allah subhanahu ve taola'nın güzellik süptiga ega ekanligini bilib, ichki süpti bo'lgan axloqlarini güzelleştirishga harakat qilish kerak. Shundala Rasululloh alayhissalatu vassalamning taxlaqu bi axlaqillah, Allah'ның xuluqi bilan xuluqlaninglar degan emrinin bir qismini o'rinlagan kishilarning qatoridan o'rin olgan bo'ladi inshaalloh. Qur'on va hadislarda Allah'ның bu ism sifatlariga aloqador tuvendagi mazmunlar tilga ilingan. Sure Rahman 27. oyatida A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Tercümesi azametlik ve keremlik Rabbinin zati mengü kalıdı. Elhamdülillah. Yukarıda Allah subhanahu ve teala'nın El-Celil degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.